Toshkent nihoyat erkin nafas oladi. Hokimiyat zararli ishlab chiqarish korxonalarini poytaxt tashqarisiga ko'chirishga qaror qildi. Yillar davomida havoni ifloslantirib, odamlarning tinchini buzgan zavodlar endi shaharda qolmaydi. Bu oddiy fuqarolar uchun nimani anglatadi? Havo tozalanadi, sobiq sanoat hududlarida osoyishtalik va yangi bog'lar paydo bo'ladi. Ko'chmas mulk bozori uchun esa bu burilish nuqtasi. Oldin zavodlar joylashgan mahallalar endi yangi qurilishlar uchun istiqbolli hududlarga aylanmoqda. Kvartiralar narxi allaqachon o'sishni boshlagan. Investorlar bo'shab qolgan hududlarga qiziqmoqda. Korxonalar ko'chadigan viloyatlarda esa aksincha, turar joyga talab ortadi. Bir so'z bilan aytganda, bu o'zgarishlarni ham shahar aholisi, ham bozor sezadi. Bu qaror nafaqat ekologiyani, balki Toshkentdagi uy-joy narxlarini qanday o'zgartirishi mumkin, batafsil realting.uz saytida o'qing. Siz bilan birga bo'ldi Zamira Alimova va Realting TV. Obuna bo'ling va O'zbekistondagi eng muhim ko'chmas mulk yangiliklarini birinchilardan bo'lib bilib oling.